Bugun o'sha mashhur hamma zakaz qilayotgan erkaklarning quvvatini mashinoq kuchaytirib yuboradigan quvvatagen buyurtma qildim va buni yeb ko'rib, o'zimda sinab ko'rmoqchiman. 20 xil tabiiy quruq mevalar asosida tayyorlangan. Ichida o'zining qoshig'i ham bor ekan. Wow. Wow. Mashallah. Mashallah. Bismillah. Shaxsan o'zimga ko'proq quvvat kerak bo'lgani uchun sal kattaroq qoshuda yeyman. Voy, men buni foydaliligini qaranglar, hamma kerakli narsalar ichida bor. Wow, aziz do'stlar, prosta gap yo'q, o'zimda katta quvvat his qilyapman. Endi menimcha bugun rosa harakat qilishim kerak bo'ladi. Ushbu quvvatagenni ikki xil variantini chiqarishgan ekan: sedanali va sedanasiz. Bu mahsulot qonni ko'paytiradi, undan tashqari immunitet qo'shib, nastroyeniyani ko'taradi. Ichidagi yong'oq va boshqa hamma qo'shiladigan mahsulotlarni faqat yangisini bozordan sotib olib tayyorlashar ekan. Xalq so'ragani uchun, xalqqa kerak bo'lgani uchun ushbu brend o'z faoliyatini boshlagan. Barcha ma'lumotlarni pastda qoldiraman.